Ispaniya javob yil chempion bo'ladi. Argentina yoradi. O'zi meni bu uyda hech kim tushunmaydi. Hajiyan. Assalomu alaykum tog'a. To'xta bolam. Voy ukajonlarim. Opa, tinchlikmi o'zi? Ha, jiyaning o'qiyman deydi. Hozir sharoit yo'q desam, dadam rahmatli tirik bo'lganda o'qitardilar deb arazlab chiqib ketdi. Voy choy tugabdi, o'tirib turinglar. Men hozir damlab kelaman. Voy ukajonlarim, ey. Xo'sh. Nima qilamiz? Men yangi mashina zakaz qilib qo'yganman. Hozir unaqa sharoitim yo'q. Men ham bolalarimni xususiy maktabga berganman. Keyin chet elda institutda o'qimoqchiman. Hozir kuchim yetmaydi. Hozir hammaga qiyin-a? To'g'ri. Siz chet elda o'qitmoqchiman dedingmi? Zo'r. Eslaringdami? Ota-onamiz o'tgandan keyin 3 ta aka-uka chirqirab qolmasin deb, mana shu opam o'qimadi. Ishladi. Eshigimiz to'la yaxshi joylardan sovchi kelganda bizni deb oila qilmadi. Kech turmushga chiqdi. Bizga ota o'rnida ota